Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz yosh tadbirkorlardan biri Qodirov Boburjon akamizning oldiga iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha iste'molchilar huquq qatorini o'rganish haqida intervyu olgani keldik. Mana ketdik. Assalomu alaykum aka. Suyimsiz. Bugun sizdan bir nechta savol-javob tarzida intervyu olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Birinchi savolimiz: sizning faoliyatingizda iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini aniqlash qanday ahamiyatga ega? Xo'p, bizni sohada ham umumiy biznesga xizmat ko'rsatish sohasida eng asosiylardan biri iste'molchilarning talabini o'rganish. Lekin hozir talablar biroz boshqacha bo'lib ketyapti. Ya'niki biror narsani bir kiyim-kechak sohasidan trend qilinsa, hamma trend tomon yuguryapti. Bu qaysidir ma'noda bizga ozgina qulaylik ham olib kelyapti deyish mumkin. Shunaqa hozirgi paytda. Hop. Mijozlar mahsulot tanlashda asosiy nimalarga e'tibor beradi? Masalan, brend, narx yo o'zingiz tavsiyangiz? Mijozlar hozirgi kunda bizni sharoitda avvalo brendga o'ch bo'lmayapti. Brend chunki qimmatroq, uni o'zini etabi bor. Brendni tanlaydigan mijozlar ham bor, ular kamroq. Sotuvchini nimasini tavsiyasini tanlaydiganlar ham bor. Ular juda ham ko'p emas, sal kamroq. Ko'rinishiga, narxiga qarab tanlaydigan insonlar hozir bir kamida 70% hal qilyapti. Asosiy sifat, ko'rinish, sifat va ishlab chiqarilgan davlat qad desa shunga qarab ham baholanyapti. Vaholanki O'zbekiston narsasi, O'zbekiston desa bu degani arzonroq, sifatsizroq degan narsa tushuncha ham bo'lib qolgan. Xitoy narsasi desa bu Xitoyda sifat yuqori degan tushuncha ham odamlar kirib qolgan. Lekin albatta Xitoylik sifatli, turetskilar sifatli, lekin O'zbekistonda ham hozirgi tekstilniy fabrikniy narsalar sifatliroq chiqyapti. Shunaqa. Rahmat. Keyingi savolimiz: iste'molchilar, ya'ni aholini daromad oshishi sizni savdoyingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Odamni qancha cho'ntagida pul ko'p bo'lsa, shuncha savdo zo'r bo'ladi. O'zbekchilikda ilik-yuzli payt deydi, shunaqa payt yoki qishki payti bor. Sezon degan narsa bizda bor. Bu oylik daromadga doim bog'liq narsa. Kimiki ehtiyojidan, qornidan, ro'zg'ordan ortgan pulga o'zi uchun birovni xarid qilgisi kelsa, cho'ntagida pul bo'lishi kerak. Aholi zo'r daromad olsa, bizni savdoyimiz ham zo'r bo'lsin. So'nggi savolimiz: kelajakda iste'molchilar huquq atori qanday o'zgarishi mumkin? Prognoz qila olasizmi? Masalan, biror narsa narx ko'tarilishi yoki o'zini brendlar o'zgarishi ularni huquq atoriga qanday o'zgartirish kirita oladi? Agressiya ozgina bo'lib turadi. Chunki kelib narx oshib desa, u nimaga oshib ketadi, unda bunday degan narsalar bor. Oylik daromadlar 10% ga oshsa, 10 ta xarid qiladigan narsani ham 10% dan oshyapti. Bu degani mutanosiblikda salgina noo'rin holatga keltirib qo'yadi. Lekin iloji yo'q. Baland pastlar bo'lib turadi. Hamma hozir ko'nadi, iloji yo'q, ko'nadi. Intervyu uchun katta rahmat aka. Sog' bo'ling. Olib borilgan intervyu natijasida iste'molchilarni xarid qilish xulq-atvoriga bir nechta muhim omillar ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Jumladan, mahsulotning narxi, sifati, brendi, reklamasi va turli chegirmalar bularga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, aholini daromadi ham xarid hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Va olib borilgan intervyu natijasida shu ham ma'lum bo'ldiki, doimiy mijozlar va yangi mijozlar xulq-atvori o'rtasida biroz farq borligi aniqlandi. Misol uchun, yangi xaridorlar mahsulotning narxi va reklamaga qarab tanlov qilsa, eski doimiy mijozlar mahsulotni sifati va ishonchiga qarab tanlov qiladi. Shu ham ma'lumki, iste'molchilarning xulq-atvori doimiy ravishda o'zgarib boradi. Shuning uchun tadbirkorlar va boshqa sotuvchilar iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini doimiy ravishda o'rganib borish zarur. Bu esa bozorda raqobatning oshishi va tadbirkorlarning sifatli mahsulot va
sifatli xizmat ko'rsatishiga ta'sir ko'rsatadi.